Mana ustozlar bir qator profilimizni to'g'rilab olgandan keyin bitta chiziq so'ng tarafda tepadagi bosamiz. Muallimga bo'lim turibdi. Endi repetitorlarning pastida bilim ustoz bo'limiga kiramiz. Bu yerda kurslar qarashtirilgan. Mana pedagoglarning bilim orttiruv kurslari, o'rlov bilim orttiruv kurslari, Qozog'cha, ruscha berilgan muallimlarga analar sirtda o'qitish maktab kursi, sivillik bilim beruv qurollari qalay qo'llanilishi kerak kursiga kiramizlar. Kurslarni qarab bosamiz. Mana endi onlayn maktab platformasi bari maktab akimchisi uchun. Bizlar maktab akimchisi uchun o'tishimiz kerak. Endi bizlar hozir buni emas, pastda onlayn maktab platformasi bari muallimlar va sinf yetakchilari uchun Qozog'cha, tagida ruscha. Biz hozir endi ko'pchilik ustozlarga kerak bo'lgan onlayn maktab platformasi bari muallimlar va sinf yetakchilari uchun Qozog'cha o'qituv tili. To'liqroq bosamiz. Bu yerda mana mening kurslarimga qo'shuv. Kurs uzoqligi 2 soat, kurs bag'asi tegin, testlov bag'asi tegin. Men kurslarimga qo'shuv bosamiz. Qozog'chani tanlab javoblashtirish bosamiz. O'quvni bosdi endi. Mana bu yerda 9 ta dars berilgan. 9 ta saboqni o'qib chiqamiz. Endi birinchi darsni o'tib bo'ldik, 100% chiqdi. Endi ikkinchi darsimizga o'tish uchun onlayn maktab platformasi bari muallimlar va sinf yetakchilari uchun bosamiz. İkinci dersimizga kiramiz. Saboq 2. İkinci dersimiz ham qaraldi. Bu yerda bizlar tez-tez ko'rib kelib boramiz. Xohlovchilar hamma darslarni bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi, video darsliklarni. Üçüncü dersimiz o'tdi. 4-chi dersimiz 9 ta dars hammasini shunday qarab chiqamiz. Endi hamma darslarni qarab 9-chi darsimizni qarab chiqamiz. Eng oxirgi darsimiz. Hamma darsimizni qarab chiqqandan keyin o'zimiz fikrlarimizni yozamiz. Jiberu bosamizda va undan keyin kursimiz boshlab o'tib, mana o'tilgan saboqlar hamma darslar o'tilib, test topshiruv. Testga o'tamiz. Testlarning 10 so'roq, 20 minut vaqt beriladi. Testlarni bosdim. KTJ men Jones istaganda panda joyi uchun qay belgini bosib kerak? Qarindosh belgisini. Onlayn maktab saytida durust adresini ko'rsatingiz. Onlayn maktab.org. Qay belgini bosganda sinfning direktorini ko'ruga bo'ladi. Ko'z belgisi. O'quvchilar tizimini onlayn maktab saytiga jabboy importlash uchun hujjatni qanday formatda yuklash kerak? Excel. O'quvchiga jeki xabarnoma jibir algoritmda ortiq harakatni ko'rsatingiz. O'quvchi men chat bo'limini o'tingiz. Bu katalogdagi BJB net TJBni qalay yuklab olishga bo'ladi? BJB TJBni o'zini ko'chirib oling. Bu javobi. Kun tartibida qanday direktor bo'lmasini ko'rsatingiz. Sinfda o'quvchi soni. Sinf direktorini o'zgarishga yengizish uchun qay belgisini bosish kerak? Qarindosh belgisi.
Sabak kechesinde meyram kuni belgileginiz keladi, biroq saqlab o'tirgansiz qo'shilmay turadi. Al sizga qajat kunning uyoshiga qizil tusga bo'yaldi. Bunday joqdayda ne istish kerak? Sol kunga jo'sparlagan sabaqlarning barini kestadan o'chirib tashlash kerak. Bu javobi. KTJ muğamga ko'rinish uchun qanday harakat o'rnatish kerak? Bu sol jaq maydada maktab bosar qo'yintisini ustun bosib kerak. Bizning testimiz hammasi ishlab bitdik. Oyoqqa bosamiz. Oyoqqa 70% javobga to'g'ri javob berdik. Sertifikat berildi. Kursga o'tib, sertifikat chiqdi. Bu yerda abunat qilib turamiz. Saldan keyin sertifikatimiz tushadi. Va sertifikatimizni ko'chirib olsak bo'ladi.